Yaqında ommaviy taratqularda 1 yildan buyon yo'qolib ketganligi to'g'risida uchur tarqalgan Qumul pedagogika instituti ilmiy bo'limining boshlig'i Mehmet Ali haqida yangi uchurlar o'ttirg'a chiqdi. Erkin Osiyo radiosi bu haqda Qumul viloyatlik ma'rif idorasi doiralari va Qumul pedagogika instituti xodimlari bilan olib borgan telefon suhbati natijasida Mehmet Alining 2019-yili 22 mart Xitoy soqchilari tarafidan naq tutib ketilganligini dalillagan. Mehmet Ali muallim haqidagi tekshirish atalmish ijtimoiy muqimlik va davlat bexatarligiga chetishlik bo'lg'ashqa delu va bu haqda ma'lumot berishning cheklanganligi o'ttirg'a chiqdi. Uning nima sababdan tutilganligi noma'lum bo'lib, texmi ko'p uchurlarga erishishga imkoniyat bo'lmagan. Xitoy Kommunist hokimiyatining Sharqiy Turkistonda majburiy emgakni davomlashtirayotganligi haqida keng ko'lamli uchur o'ttirg'a chiqqandan buyon G'arbda kuchli tanqidga uchradi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu haqda bayonot e'lon qilib, Xitoy doiralaridan Uyg'urlarni majburiy emgak silish harakatini to'xtatish kerakligini bildirdi. Shuning bilan birga Xitoyda ۋابا tarqalgan bir paytda Uyg'ur yoshlarining Xitoydagi zavodlarda qul o'rnida ishlatilishining insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirganligini ta'kidladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqۇنى Amerikada shu topda Uyg'urlarning majburiy emgak silinishining oldini olish haqida qonun loyihasi tayyorlanayotganligi haqida to'xtaldi. U Xitoyning Sharqiy Turkistonliklarni zavodlarda qul o'rnida elib setilishiga norozilik bildirdi va doiralarni buningga xotima berishga chaqirdi. U bayonotida xalqaro shirkatlarning Uyg'urlarni qul qilish badaliga ishlab chiqarilgan materiallarni setib olmaslikka va bir qism hukumatlarning Uyg'urlarni majburiy emgak silish harakatiga sherik bo'lishdan to'xtashga chaqirdi. Xitoy doiralari koronavirusining chiqish nuqtasi bo'lgan Wuhan shahrida kishilarning uylaridan chiqmasligi va tadbirlarni kuchaytirish lozimligi haqida chaqiriq qildi. Bundan burun Wuhanda 8-aprelda qamalning bo'shatilganligi, qatnash transportining asliga keldiganligi va sog'lom kishilar uchun sayohat cheklamasining amaldan qoldirilganligi e'lon qilingan edi. Lekin 4 kishining o'limi bilan qaytadan yuqum ئەندىشىسى o'tirg'a chiqdi. Doiralar shahar aholilarini sirtdan keladigan ikkinchi bir yuqum to'lqiniga qarshi tadbir ko'rishga chaqirdi. Shuning bilan birga Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bu jarayonda chet ellik diplomatlarning Xitoyga kelmay turishi haqida chaqiriq qildi. Bloomberg agentligining 3 nafar Amerika amaldoridan naql qilib xabar qilishicha, Amerikaning istixborot organlari Xitoyning yangi tiplik Wuhan virusi yuqumining haqiqiy ahvolini yoshirganligi haqida bir doklad tayyorlagan. Xabarda aytilishicha, o'tgan hafta Oqsaroyga sunilgan bu dokladda Xitoyning Wuhan virusi bilan o'lgan va yuqumlanganlarning soni qasddan yoshirganligiga doir uchurlar yer olgan. Dokladda Xitoy doiralarining faqat kasallik alomati ko'rilgan kishilarni statistikaga kirgizilganligi ta'kidlanishi bilan birga, Xubey o'lkasida kuniga minglagan jasadlarning ko'ydirilishining gumon qo'zg'aganligi tilga ilingan. John Hopkins universitetining eng yangi uchurlarga asoslanganda, navbatda Xitoyda Wuhan virusi bilan yuqumlanuvchi 82 ming, o'lguvchi 3300 atrofida bo'lib, bu sonlar Amerika, Ispaniya va Italiyadagi o'lim va yuqum sonlaridan xeyli oz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin xalqaro neft bozorining qiyin bir bosqichdan o'tayotganligini ta'kidlab, neft talabi jiddiy bir shaklda tuvalladi. Dunyo neft ishlab chiqarishini kundalik 10 million bak azaytish kerak va buning uchun o'rtaq harakat qilish lozim dedi. Putin dunyo neft bozoridagi ahvolning intayin murakkab ekanligi haqida to'xtalib, Xitoy virusi yuqumi butun dunyo miqyosida ta'sir ko'rsatdi va neftga bo'lgan ehtiyoj tuvalladi. Bu texnikalik va ekologiyalik masalalarni olib keladi dedi. İşğalçı Xitoy armiyasi 1990-yili 5-aprel Ramzan oyida Aqto'y noyisining Barin yezisida qonliq bir qirg'inchilik olib borgan edi. 30 yil burungi bu qonliq fojiada 5000 dak Uyg'ur hayotidan ayrildi. Bu qirg'inchilik 1990-yillarda Xitoylarning Sharqiy Turkistonga ko'chish to'lqiniga to'g'ri keldi. Xitoyning 1990-yili 5-aprelda Sharqiy Turkistonning Barin yezisida elib borgan qonliq qirg'inchilikning musibati texicha oxirlashmadi. Aksicha Xitoy buningga yangi jinoyatlarni qo'shib keldi.